1 metrlik o'rnatasizmi, 1.10likmi, 1.20lik farq yo'q, 3 million so'mga tayyor bo'ladi. Yaqinlarim, assalomu alaykum. Tuzumsizlar, sog' salomatmisizlar? Xudo xohlasa, navbatdagi Labo mashinamizga yig'ma tentimizda o'rnatib berdik. Akalar, sizlar uchun ajoyib yangiligimiz bor. Endilikda bizda yig'ma tentlarning balandligi 1 metrligi, 1 metr 10 santimetrligi va 1 metr 20 santimetrligi bor. Misol uchun ko'pchilik xohlaydi, menga balandroq bo'lsin dedi. Ko'p joylarda faqat 1 metrlik tenta ishlatiladi. Bizda esa endi 1.10 xohlasangiz 1.20lik tentimiz mavjud. Xo'p, bu tentimizda ishlatiladigan materialga keladigan bo'lsak, 700 grammli akalar Turetskiy eng sifatli tent. Bu tentlarimizni sizlar uchun maxsus olib keltirganmiz va bu tentlarimizga biz 5 yil kafolat beramiz. Kafolat qanday bo'ladi? Kafolat tentni ustidagi materialini quyosh olib qo'ymasligi, o'zidan o'zi archilib ketmasligiga 5 yil kafolat beramiz. Misol uchun bir xil tentlar bor, bir sezon yoki 2 sezonga bormaydi. Mana bu usti archilib qoladidagini yirtilish holatlari kuzatiladi. Mana bu quyosh urib sarg'ayish holatlari kuzatiladi. Lekin bizda bu eng sifatlisi akalar. Shuning uchun biza katta kafolat, 5 yil kafolat qilib qo'yganmiz. Aytib o'tganimdek, bu tentimizning balandligi 1 metr 20 santimetr. Sizlarga yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Yaqinroq olib kelasiz kamerani. Bu tentni ko'pchilik ustalar o'rnatayotganda eng qiladigan katta xato. Mana bu tentni yaqinroq olib kelamiz. Mana bu tentni ko'pchilik kleylab tashlaydi yoki samarez bilan qotirib tashlaydi akalar. Bu eng katta xato. Sababi mana bu yerga samarez qotirsangiz, bora-bora zanglash boshlaydi va chirib, laboni kuzov qismiga o'tib ketadi. Biza hozir bu tentni qanday tortib berganmiz? Bu tentni biza ip bilan tortib berganmiz akalar, mana ko'rishingiz mumkin. Ip bilan tortib berganmiz, hech qayerda zanglash, chirish holatlari kuzatilmaydi va aytib o'tganimdek 5 yil kafolat. Bunaqasi hech qayerda yo'q. Bitta obuna bo'lib qo'yasizlar. Xo'p, endi orqasiga keladigan bo'lsak, bitta ahamiyat qaratib o'rasizlar. Lentachali qilib berganmiz. Ko'pchilik so'rashadi, oldin zamokli qilardik, hozir lentali qilyapmiz. Sababi zamok qo'ygandan keyin zamokda akalar buzilishi bor. Har oy zamok almashtira olmaysiz. Shuning uchun sizlar o'ylagan holda orqasini ham lentachali qilib berganmiz. Bitta ahamiyat qaratib o'rasizlar. Xo'p, bu tentni ko'pchilik so'rashadi, qancha vaqtda o'rnatib berasizlar deydi. Bu tentni atiga biz 3 soat, 4 soat ichida o'rnatib beramiz. Kelasizlar, kutib o'tirish yo'q. Taq o'rnatib tashlaymiz. Xo'p, hujjatlarga keladigan bo'lsak, hujjatlardan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Hujjatga yuk bortli tent deb yoziladi. Biz sizga 10 kunlik spravka beramiz. Ya'ni mana shu firma tomonidan bu tent o'rnatildi, qayta jihozlandi degan spravka beramiz. O'sha spravka bo'yicha yagona darchaga borasiz, ariza qilasiz. Hozir yana qonun qarorlar chiqqan. Endilikda tent o'rnatgandan keyin texpasportni almashtirish shart emas. Shunday borasiz, ruxsatnoma kelgandan keyin o'sha ruxsatnoma bilan bemalol yuraverasiz. Xo'p, endi bitta narsani ko'rsataman. Bitta ahamiyat qaratib o'rasizlar. Bu tentni endi bemalol qistirib qo'ysangizlar bo'ladi orqasiga. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana. Tarrang qilib mana shunday qistirib qo'ysanglar, o'ynab shamolda ham ochilib ketib qolmaydi. Xo'p, ichiga bitta ahamiyat qaratib o'rasizlar. Turbalari ham akalar qalin stenka 2.1 baquvvat, qaychilari ham baquvvat. Xo'p, undan tashqari bu mashinaga orqasiga zadniy duga o'rnatib berganmiz. Bitta ahamiyat qaratib o'rasizlar. Bu zadniy duga faqat chiroy vazifasini bajarmaydi. Bu avtomobilingizga himoya vazifasini ham bajarib beradi. Sababi, misol uchun orqaga yurishingiz bor, orqada stalba bo'lishi mumkin, daraxt, hokazo boshqa narsalar. O'sha vaqtda eng birinchi navbatda bu bilan to'qnashadi va mashinangiz kuzov qismiga hech qanaqa zarar yetmaydi. Xo'p, bu dugamiz yana qulayliklari. Chiroy, vafshi bomba, juda chiroyli turadi. Usti polniy nerjavika, nikel. Baquvvatliga keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, mashina o'ynab ketyapti, bunga hech narsa qilmaydi akalar. Sifatiga katta kafolatimiz bor buni ham. Undan tashqari Labo yozuv, brizgavikchalar. Bu ham shaqirda, nima desam, yuqa lesdan qilinmagan, bu ham qalin nerjavikadan qilingan, o'ynab qolmaydi. Xo'p, endi eng qiziq joyi bu tentimizning narxi. Akalar, bu tentimiz narxi 1 metrlik o'rnatasizmi, 1.10likmi, 1.20lik farq yo'q, 3 million so'mga tayyor bo'ladi. Kelasizlar 3-4 soatda o'rnatib beramiz.
hujjatdan ham hech qanaqa muammo bo'lmaydi. 3 million so'mga mana shu tentni o'rnatib beramiz. Va 5 yil kafolat. Mana buni usti archilib, qo'parilib ketmasligi, yirtilmasligiga akalar 5 yil kafolat. Xo'p, Duga Brizgavikka keladigan bo'lsak, Dugasi bilan Brizgavik 400 ming so'm baquvvatligini o'zingizlar ko'rdinglar. Nima desam, kommentariyada o'zingizlar xolis fikrlar yozib qolib ketasizlar va obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Ustalarimiz mehnatiga xolis fikrlarni yozib ketinglar. Kimga shunaqa tent o'rnatish xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Bundan tashqari bizda yig'ma tent deysizmi, to'rtburchak variant deysizmi, karkasini o'zingiz yasagan bo'lishingiz mumkin. To'rtburchak qilib suyagini o'shalarni ham ustiga tent qoplab beramiz. Sanduq deysizmi, Duga deysizmi, furgon, xolodilnik furgon, qisqasi Labo va boshqa yuk avtomobillar bo'yicha ko'pdan ko'p xizmatlarimiz mavjud akalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Samarqand shahrida va Navoiy postdan Samarqandga o'tishda Paxtachi tumanida. Bu laboyimiz 3 million 400 ming so'mga tayyor bo'ldi. Kimga shunaqa tent xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Avtofurgonimiz 4 tanlov. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar.